Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdan Sabirning Archa yapriqi nomli postlar to'plamining davomi. Xolis xizmatning yo'li bo'ladi. Kamiljon yataqda yotmaydigan, sinfdimi elining endi o'ltirmaydigan, eng oxirgi partida o'zi yolg'iz bir yoshlik, saqli doim ko'kirib turadigan Erkin ismli yigitning yenida o'ltiradigan bo'lib oldi. U elini ko'rgan yerda ta'tir qarab o'tib ketadigan shapkisini ko'ziga kiyilib, hech kimga gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Bu holning sababini birla eli yaxshi tushunadi. Akufga yaqin do'st bo'lib bir necha yil yurgan yigitlar uchun bu xil yiroqlik albatta cho'ng azob. Charaklik imtihon elinib, natijasi e'lon qilingan oqshimi eli azobdan uxlay olmadi. Sababi Kamiljon asosliq fanlardan 4dan 20 atrofida nomer elib uyatga qolgan edi. Eli kechicha tuzuk uxlay olmay o'zini qayib chiqdi. Shamil shuji bilib qolsa chatoq deb o'yladi u. Nimishqa burroq uni yenimga akib olmagandiman. Atdiganlik takrorda Kamiljon ko'rinmadi. Sinf tarbiyachisi Elidan so'radi. Eli: "Kayfiyati yaxshi emas, sababi aniq emas" deb yolg'on aytdi. Muallim uningga: "Siz ittifoq komitetining shujisi turib bir sabdishingiz sabdan tushib qolsa qarab turamsiz" dedi. Eliga bu gap ta'sir qildi. U Kamiljon bilan so'zlashish qaroriga keldi. Tunchi yaqqan qor kuni maktab maydoni o'quvchilar bilan to'ldi. O'quvchilar o'zlariga bo'lingan tozliq maydonlarining qorlarini dövligash, qor melishib o'ynashmoqda edi. O'yin bar yerdan Kamiljon tepilatdi. Eli uni tutib oldi. "Bugun yotoqda qo'nasan" dedi u Kamiljonning yengidan tutib olib. "So'zlashadigan muhim ish chiqib qoldi." "Bilaman" dedi Kamiljon so'qliq qilib. "So'zlashadigan hech ish yo'q. Bilib qo'y, men o'qimayman. Xizmat o'rnini tip qo'ydim. Menga yordam qilaman deb avar bo'lma. Yana 3 kundan keyin men o'quvchilar tizimidan chiqib ketaman." "Dadang unudimi? Qaring bo'lmasin. Sen endi bizning ishlarimizga aralashma." "Nimaga ranjib qolding, Kamil? Kimning kuchi bilan maktabga kirding? Kimning kuchi bilan yuz topding? Osh bergan qozonni chaqding, Eli." "Nima qildim men?" Eli bu tuyuqsiz kelgan ahonatdan hang-tang qoldi. "Baxtimga o'ltirganingni bilmamsina? Nima? Menga xat yozib bergan bo'lib qizlar oldida bilimingni ko'z-ko'z qilib meni yerga urding. Bilamsan, Helqi Mahbubaga yozgan xating meni masxirga qo'ydi. Meni aldamchi qilib uning oldida yerga qaratding." Eli bu ahonatni har oldi. Do'stini baxtli qilish uchun o'z qalbidagi eng qimmatli narsalarni, yoshlik tilaklarini, hayot haqidagi qarashlarini sarf qilib, qizni Kamilga yaqinlashtirish maqsadi bilan yozgan jumlalarga olqish o'rinda ahonat elvasa buningga chidab turg'uli bo'lsinmi? "Meni kechir, Eli. Meni kechir, Kamil" dedi Eli uzoq jimjitlikdan keyin ulug' kichik tinib. "Ahmoqlik qildim." U shundoq dedi-da, keyniga yenib yotig'iga qarab mondi. Uning ko'zlaridan taramlab yosh oqdi. Eli tonish ovozdan cho'chib to'xtadi. Maktab darvozasi oldida velosipedga tayinib Shamil shuji kulimsirab turadi. 52 yoshlik, basti qamlashgan, xuma ko'zli kulib turadigan bu xushbeyil odam bugun jiddiylashgan edi. U so'l olqini bilan yalang'ochdoq beshini silab qo'yib, chechini tarab qo'ydi-da kulimsirab: "Eli, og'inang nima qilib yuryapti?" deb so'radi. Eli Shamil shujining maktabga bekorga kelmaganini tushundi. Demak, u Kamiljonda bo'layotgan o'zgarishni sezgan. U odamdan hech yoshirg'ili bo'lmaydi. O'z otisidek rapovatchilik qilayotgan odamga hammani aytish kerak. Ular yo'l sirtidagi o'rmonlik ichida qirda zo'ngzuyib o'ltirishdi. Eli bo'lgan ahvolning hammasini to'liq aytdi. "Imin apandining qizimi?" dedi oxir Shamil shuji yerni sijab o'ltirib. "Seni anasini ishqa silib, hech ish chiqara olmay endi mening nomimni setib o'qish bitirmay kadr bo'lmoqchi bo'pti-da. Yana tex viloyatning bir bujungini elchilikka qo'yib, qizga besim ishlatkil turibdi. Boya angladim. Men maktabingga ahvolni ma'lum qilaman. Kamilni bo'lishu qo'yib sinf tarbiyachisi bilan so'zlashaman." "Sizning 100 xotiringiz" dedi Eli oxiri yelinib. 4 darsdan tuvan nomer oldi. Uning ustiga tashkilsiz
hech kimni ko'zga ilmaydi. Kamchiliklari jiq. Nima? U maktabga sening sayangda kirdi. Bilib turman, imtihonda seningdan ko'chirib o'tib ketdi. Men seni tanqid qilaman. Nimishqa uning nomidan qizga xat yozib bersam, xolis xizmat qilay debsan-da? Xolis xizmatning yo'li bo'ladi. Yadingda bo'lsin. Yordam qil, lekin yo'li bilan bo'lsin. Mening 100 xotiramni qilsang, uning saxta bo'lmug'ur qiliqlari bilan kurash qil. Kuching yetmasa mana men bor. Elining dili yo'ridi. Tuyuqsiz uchrashish. Eli maktab ittifoq komitetining ishxonasiga ko'chib chiqdi. U har kunlik darsga to'liq qatnashish, topshiriqlarni to'liq ishlash bilan birga yana yoshlar ittifoq xizmati, yig'in, doklad, suhbat, sirtqi aloqa, kundalik ishlar bilan har kuni boshqalardan jiqroq jafo chekatdi. Jiqroq harakat qiladi. Az uxlaydi, az ko'ngil ochadi. U endi shaxsiy ishlari to'g'risida kamdan kam o'ylaydigan bo'lib qoldi. Lekin u Komiljanni tashlatmadi. Sinf tarbiyachisi bilan so'zlashib, 2 qatim Komiljanni sinfning turmush yig'inida tekshirtkizdi. Tanqid qildi, tekshirish yozg'izdi. Komiljanning ahvolini pat-pat Shamol Shujiga xabar qilib turdi. Aradan 2 oy o'tgandan keyin Komiljon Elidan aymindigan, uning oldida kelmas gap qilmaydigan bo'lib qoldi. 3 oy o'tgandan keyin bo'lsa, Komil Elini hurmat qildigan bo'lib qoldi. Chunki butun maktab bo'yicha Elining hurmati cho'ng edi. Har qatimqi ilg'orlarni mukofotlashda, a'lochilarni taqdirlashda Eli birinchi bo'lib tilga elinadi. 4-may munosabati bilan viloyat bo'yicha ilg'or o'quvchilar yig'ini bo'lganda Eli pedagogika texnikumining ilg'orlarini boshlab yig'inga vakil bo'lib bordi. Mana shu yig'inda u yoshlik bahorimizni vatanga taqdim qilayli degan temada nihoyat olqishga erishgan. Cho'nqur muhokamalik so'z qildi. Tushlik dam ilishda yig'in zalining dam ilish uyida uni qizlar qurishib oldi. 10-sinfni tugatib oliy maktabga kirolmagan yoshning yana qanday istiqboli bo'lsin? To'liq o'rta maktabni bitirib satrashlik qilsangiz sizni umidsizlik chirmib olmamdi. Satrashlik bo'lsa-mu ish tepilsili cho'ng gap. Kashkichi ko'chi chingdisingiz-chu. O'qish bitirgandan keyin yiroq nayiga avatibasiz-chu. Bular Elining g'oya uchun tirishgan har qanday bir yosh istiqbolga ega bo'la oladi degan xulosaga qo'shilmagan qizlarning savollari edi. Eli qizlardan o'diqdi. U javob berishdan qichib yig'in zaliga mengvidi, bir qiz bilan do'qurishib qoldi. Qiz yerga qarab mang'ashqa tuyuqsiz do'qurishdan cho'chib beshini ko'tardi va bo'yinlariga qizirib, "Eli" dedi. "Sizmi kelganmi?" dedi Eli Mahbubani tunib. "Yaxshi turyotamsiz? Bundaq yig'inlar sizga mansubmidi?" deb kuldi qiz. "So'zliguchi bo'la olmasaqmi, anglag'uchi bo'la olaymiz." Qizning ovozidagi samimiy zo'qlanish Elini o'ng'aysizlantirdi. "Sizlarmi bu yil bitirsizlar-a?" dedi u duduqlab turib gap yotgan. "Bizmi bu yil bitirmiz, va'dangizga amal qilib rostli yezg'i chiqamsiz? Sizlar yezidan shaharga qochgandan biz yezg'i chiqmasak, yeza quruqdilinib qolar." "Komiljonning gapi texichila esingizda-kanda", dedi Eli Komiljonning bir chaqlarda Elining xizmat o'rnimi tayyor, shaharga buvaynimi ko'chirib akirib olamiz deganini darhol esiga elib. "Shaharga bilim izlab kirdik, ish izlab kirmadik. Bizni beqib cho'ng qilgan qo'yni kang yezimizning umidini aqlaymiz." Qiz kuldi. U atrofga qarab qo'yib, xuddi ko'ni tunishidek Elining yengidan chimdib so'radi. "Ranjib qoldingizmi? Nimishqa bizninkiga bormadingiz? Dadam pat-patla sizning gapingizni qilib qo'ydi. Har qatim xon qiz borganda, "Heli qaharibkash" deb alaydi so'raydi." "Rahmat", dedi Eli yerga qarab. "Xijilman. Do'stimning sizga qo'polligi uchun nayt xijilman. Aksicha men sizdan xo'shal. Sizning heli xitingiz bo'lmagan bo'lsa, Komiljanni unchalik tez tushunib yetmagan bo'latdim. Biroq do'stingizga bergan girimingiz chinib qoldi." "Qaysi xatni deysiz kintang?" dedi Eli huduqib. "Farzingiz to'g'ri emas. Men hech qachon sizga xat yozganim yo'q." "Faraz ekanligiga ishonamsiz?" dedi qiz yigitning ko'ziga yalt qilib qarab qo'yib. "Undaq bo'lsa, Komiljonning nomidan men qartib xat yozganingizdan tenib olmaysiz." "Niyatim xijil bo'lmang", dedi qiz uning so'zini bo'lib. "Izohat o'shiqcha. Navada xitingizning orqasiga o'z ismingizni yozgan bo'lsangiz, biz bu chaqqa yaqin do'stlardan bo'lib qolatdik."
Xatani tuzatsamchu, dedi Eli hasrat bilan ulug' kichiktinib. Do'st bo'lishimizga yana vaqt bor-ku. U kelgusiga mansub, dedi qizmi ulug' kichiktinib. U bir o'tgan ish, lekin o'tgan har bir ish bizni pushaymon qildirmasin, balki xushal qilsin. Eli gap qilmadi. Qizning chiroyli yuziga, kelishgan qomatiga sinchilab qaradi. U qizni xuddi amdili ko'rayotgandek, shu birinchi qitim ko'rishidla bir yoshirin yip bilan bog'lanib kelayotgandek bearam bo'lmoqda edi. Amdi ikkinchi qitim yuzlashmayman. Shu kundan boshlab uning azobli kunlari boshlandi. 21 yoshigacha qizlarning ko'ziga qarab baxmagan dehqon bolasining yuragi tuyuqsiz qapqonga tushgan bo'jandek tepchakildi. Uning hamma ishiga bir qizning simosi aralashib olib, ishning barkitini, uyquning mazzasini qochirdi. "Hey, aql o'g'risi qizlar!" deb qaydi u o'zicha g'o'tildab. "Sizlarning ko'langanglar tushgan ishning suyi qochidi. Sizlarning nominglar aralashgan ishning chigishi ko'paydi. Shu chaqcha matematik formulalarni hech bir qatim unutmagan edim. Mana qarang, kosinus kvadratining formulasi o'rniga tanginus kvadratining formulasini qo'llanib xato ishlaveribdiman. Mushundaq bo'lsa, oz kunda shapkini putumga, shiblatni beshimga kiyib chiqadigan o'xshayman." U azobdan qutulish uchun o'zining kundalik ishini bir has ko'paytdi. Savoddoshlar bilan o'xshash o'quvchilik vazifasini o'rindigandan keyin o'zligidan ingliz tili o'rgandi. Har kuni o'quvchilar o'qilgandan keyin 2 soat inglizcha so'z yodladi. Lekin shundaqdimi uning diqqati hamon chechiladi. Budiri chash, qor ko'zlik o'moq qiz nimala qilmasin, uningga qarab turayotgandek miyig'ida kulib qo'yib, "Ko'zingiz kitobda bo'lgani bilan xiyolingiz boshqa yerda-ku, nimishqa o'zingizni va boshqalarni aldaysiz?" debatgandek bilinadi. U o'zidagi o'zgarishni boshqalar sezib qolmasin deb o'zini xushal, jushqun ko'rsatishga urinib baqatdi, lekin hamon chanatdi. Bir kuni fizika muallimi ochiq dars o'tdi. Darsning pishiqlash bosqichida muallim darsning qanday o'zlashganini ko'rsatish uchun o'zining eng yaxshi o'quvchisini doskaga chiqarib, so'ziltib, boshqa tanishuvchi muallimlar oldida o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi. "Eli, qani doskaga chiq", dedi muallim. Butun zehni bilan enkini olqiniga qo'yib dars tingishigan bu o'quvchisiga ishonch qilib. Eli cho'chib ketdi va quloqlariga qizirib doskaga chiqdi. Uning putlari titrdi. U darsning beshini yaxshi so'zladi, lekin formulaga selib yeshadigan chaqda duduqildi. Oxiri jim turib qoldi. "Nima qilding dars tinglashmay?" Muallim g'azabga kelib eng yaxshi o'quvchisini silkishildi. "Mang o'ltir. Kim so'zlaydi?" O'quvchilarning hammasi degida qo'l ko'tardi. Eli nima qilib o'ltirdi? Muallim yulduzlarning iqishini, planetlarning tortish kuchini so'zlaganda, Elining yodiga birdilla odamlardimi tortish kuchi bo'ladi-ku. Masalan, muhabbat tortish kuchiga mahbuba, shundaq bo'lmay nima deganni o'ylab o'ltirdi. Darsdan keyin sazgur muallim uningga yana ta'na qildi. "Yana 3 oyda xizmatga chiqsan, qizlar bilan qanchalik so'zlashsangmi vaqt chiqadi. Dars vaqtini sarf qilmasangmi bo'ladi." Muallim, "Men..." U haqiqatni rad qilishga tili bormadi. Tajribali Kamil shu kuni kashqurun uning yotig'iga yejib kirib keldi. "Qandaqkan?" dedi u Elining ko'ziga qarab. "Men 4 bandan o'talmaganda menga nasihat qilib hormagan yigit, mana endi butun shahar sening nima o'ylab o'ltirganingni bilib bo'ldi." "Nima o'ylabdiman?" "Bilmaydi demsina?" Xon qiz hammani aytdi. Ilg'orlar yig'inda Mahbuba bilan nima deyishganingni Mahbuba xon qizga aytgan. Uning ustiga xon qizdan sening 70 pushtingni qo'ymay so'raydi ekan. Qiz shuncha o't kabob bo'lsa sening yuraging ermaydigan tashmidi? Sen yo'qlan gaplarni qilma, Kamil. Ko'rman, at Aylıxonga, yo'l Sarixonga bo'lgan ekanda, ichim unchalik qaramas uka. O'g'il bolkansan, qantingni chaq. Xon qizga aytay. Ikki jup bo'lib bahar saylis qilsa qandaq elay? Ya'ni shu gapmi? dedi elay huduq. Dadangga aytaman. Dadangga o'qish bitirmagicha bir qadammi qing'ir dasimayman deb va'da bergan eding-ku. Men va'da bergan bilan sen bermagan, sening nomingga sayli qilsaq dadam nima deyalaydi?
bo'ldi. Yo'qlan gaplarni qilma. Mahbuba bilan ikkinchi qatim yuzlashmayman. Yuzlashsam odam emasman. Mana men sana va'da berman. Yigit ekansan, va'damda turg'in. Yoz keldi. Kishilarni shamolga tashna, soyiga amroq qiladigan tinjiq kunlar boshlandi. Yigit ekansan, va'dangda turg'in. Maktab bitirish imtihoni Elini charchatdi, o'ruqlatdi. 10 xil darsning hammasidan a'lo natija elish uchun o'zining yoshlik kuch sehnini aymay ishqa solgan navqiron yigitmu bugun baxit quchug'ida uning qalbi yoz optivida yo'rg'an daladak nurliq, xushallig'i tog' suydak jo'shqin. Yana 10 kundan keyin u o'quvchilik hayoti bilan xo'shlashib jamiyatga tunji qadamini bosadi. U amdi avlod tarbiyalaguchi, meva berguchi bog'van bo'ladi. Shuning uchun u charchagan bo'lsa-mu, ruhliq bog'lar uningga ona quchug'idek mehrlik, yaproqlar do'st yaran chaqchig'idek yaqinliq. U bugun baqqa maqsadsizla sayliga chiqdi. Xo'shal bo'lgan minutlarda doim kelib dars tayyorlaydigan bog'ning go'zal va tatimliq ekanligini sezdi. U o'zi doim dars takrorlaydigan joy suv bo'yidagi serin gullar yeniga keldi. Gullar orasi xamandek taqirlangan, qarg'az parchalari atrofga chechilgan. Eli mukchib o'ltirib hisob ishlagan yosh ko'tak g'arib singan. Bu joy eliga xuddi igisi ko'chib ketgan uydek ko'rindi. U engishib bir parcha qog'ozni qo'liga oldi. Bu hisob ishlangan qog'ozning bir burchigiga Eli yana qiz to'g'risida o'ylag'il turding'u. Untig'in, yaramliq bo'laman desang untig'in. Keraksiz bo'laman desang, biroqla buni qog'oz orasidan chiq deb yozilgan ekan. Eli o'z xatini ko'rib kuldi-da, qog'ozni puklab yonchug'iga soldi va o'z-o'ziga: "Va'damda tura oldimmi?" "Ha, tura oldim", dedi. Lekin gap bilan sinoq payti orasida farq bor. Og'zida shahar oladigan sinoq payti kelganda foydasi nafsi uchun har qanday shirin, jo'shqin gaplarni paymal qilib o'tadi. Hayajon bilan qilgan qasam va'dalarini unutib, oltin bulashgan qaroqchilardek foyda uchun jinini olqiniga oladi. Eli rastilla va'dasida tura oldimikin, kichikina parcha-parcha qog'ozga yozilgan yaramliq bo'laman desang untig'in degan so'ziga rastilla amal qila olamdikin, biz buni sinoq payti kelganda ko'ramiz. Eli salqin va yaqinliq bog'ning asfalt yo'lida qo'lini keyniga qilib, yaqin kelgusida qiladigan ish avlod tarbiyalash ustida xiyol qilib ketib borganda, tuyuqsizla serin gullar orasidan kakkukning ovozidek tatliq kulki anglandi. Bu tonish qizning kulkisi edi. "Xan qiz", dedi Eli sazgir kiyikdek tikilib qarab. "Mahbuba." U ixtiyorsiz gullar orasiga ko'z tashladi. Rastilla u yerda Mahbuba bor edi. Qizning o'ng qo'lida kitob, so'l qo'lida ho'l bo'lib ketgan havorang ko'ynigining etigini siqib o'tadi. Demak, xan qiz sho'xlik qilib suv ichtirayotgan yoki suv chashgan. Eli qizni ko'rdi-da, tuyuqsiz qo'qas kechib olgandek andikdi. Uning putlari na oldiga, na keyniga mengishni bilmay joyida tepchakildi. Vujudida bir xil kuchlik, ko'ydirguchi tavrinish paydo bo'lib, qo'llarimi xuddi o'g'irlik qilib tutilib qolgan go'dakning qo'lidek titirdi. Eli ashundaq o'zini yo'qitib, tamtiravotgan paytda qizlar uni ko'rib qoldi. "Eli, hay Eli", deb baqirdi xon qiz. Ular yo'gimash o't arisi bilan mengib, Elining yeniga yugurib kelmoqda edi. Qizlar bilan billa bo'lish qanday ko'ngillik-a? Ularni tashlab ovozini anglamagan, o'zlarini ko'rmagan bo'lib qechishchu. Azob va numus. Qaysini tanlash kerak? Xushalliqnimi, azobnimi? Daimla o'z xushalligi armani uchun o'zga bergan va'dasidan yeni versa, bu xil irodasizlik uni oxiri keraksiz narsa qilib qo'ymamdi. Irodalik odamlarning ta'sirli ishlaridan xotirasiga yozib olgan so'zlarni yodlashning nima foydasi bo'lsin? U qizlarga nayta ustiliq bilan birli burilib qardi-da, keyniga yandi va qo'yuq qora yog'ochlar orasiga sho'ng'idi. 2-3 minutdan keyin bog'ning orqashiga kelib to'xtadi-da, keyniga burilib qizlar tarafga qaradi. Na qizlarning qarsi ko'rinmaydi. Uning ko'ngli shunchalik yerim bo'ldiki, u tuyuqsiz onasidan ayrilib qolgan cho'jidek zarladi. Uning o'zini aybligisi hatto shapaloq bilan urg'isi keldi. Lekin yanchug'idan hiliqi kichikini va'da yozilgan qog'ozni qo'liga olgandan keyin
Özünü tutup aldı. Yigit ikensen va'dangda turg'in, dedi u azap bilan kulimsirab. Qiz ko'ngli qildek nozik. Bizni ko'rib qashqini nemisi, dedi xon qiz do'msib. Hakka urilishib ketgini bu Elining. Eli emasdi balkim, dedi Mahbuba siqib bo'lgan havorang ko'ynigining etigini qaytadan siqishga ingishib. Eli shu, atay qashdi. Başqa yigitlar bizdek qizlarning soyisiga agishib halak. Eli texi qacharmish. Pah, uning halini. Qo'yaxon, dedi Mahbuba titrangi ovoz bilan. Kaymig'ina. Bo'ldilar Mahbuba, dedi xon qiz sho'xliq bilan Mahbubaning bo'yniga eslib. Ko'nglingni buzma. Ko'zimga qarag'ina, ana ko'zlaringga yosh kepti. Bildim, bizning sahrolikni yaxshi ko'rib qapsan. Nima davatsan inshaalloh qiz, dedi Mahbuba xon qizning mo'risiga yenik mushlab. Chechingni yulvolman jumu javuldaq. Endi naga o'shirsan qara, Leyli qozoqdek qizarg'iningni. Sarang, dedi Mahbuba vujudidagi eng ochiq til bilan do'stini tillab. Ikkinchi sening bilan bir yerga bormayman. Chaqchaqimi yig'lamsan? Ikkinchi chaqchaq qilmayman, qilsam o'lay egakim. Yig'lama. Ha, men sarang. Xon qizmu o'zini kayib yig'ilgandan keyin Mahbuba esadashdan to'xtadi-da, nepis qo'l yog'lig'ining sovuq suvdan michib ko'zlarini surtdi. Yig'lab bo'lgan bo'lsang, endi rost gapni qilay, dedi xon qiz uyiga qaytib o'tib. Mahbubaning qo'lig'iga pichirlab. Eli bekorga qashmidi. U seni yaxshi ko'rib qolgan. Tantak yigit muhabbatdan qo'rqidi. U o'zining bu sirini oshkorlab qo'yishdan qo'rqib qashdi. Endi bildingmi? Yana boshladi, dedi Mahbuba xafa bo'lib. Sen buningdan boshqa gapni bilmamsan? Senmi bu gapdan qo'rqitgansan, ha? Asta-asta qo'lig'ing ko'nib qolasan. Qizlar hammamiz shundaq. Avval qo'rqimiz, keyin kunimiz. Mahbuba xon qizni yenik ittiribdi-da, yon ko'chaga qarab yugurdi. Shu yugurginicha o'yjirsiga kirib, karvat ustiga tashlandi. Xon qiz do'stining rostlar ranjiganligiga ishondi. U gangirdi. Keyin bu yengillikni birsiga aytishga oldirdi. Shu chaq birinchi bo'lib uning xiyoliga Kamiljon keldi. Toza qiziqib anglaydigan odam shu. Bugunli uningga aytaman, deb o'yladi qiz yotig'iga qaytib ketdi. Mahbuba shu yotqinicha uxlab qoldi. U tushidimu Elini ko'rdi. Eli Mahbubaga qarabmi qo'ymay qechib ketayotgandek. Qiz uyg'onib, uyning eshik darajasini himladi-da, atrofiga sinchilab qarab chiqqandan keyin o'z-o'ziga pichirladi. Yaxshi ko'rib qolgani uchun qochdi ekan-da. Men uning bilan do'st bo'lishni o'ylagan edim-ku. Qancha yil qacharkin, qani ko'ray. Shu kuni kechda Eli topshiriq ishlayotganda Kamiljon uning qo'lig'ini tortdi. Qashqanni qo'g'la, chaplashqandan qash degan so'z bor. Bilamsan, endi seni qizlar qo'g'laydi, dedi. Nima davatsan o'zing, dedi Eli hech narsa bilmagan bo'lib. Bosh oxiri yo'qli bir gapni qilyapsan-ku. Quli qilma, dedi Kamiljon Elini nuqib. Birsini yaxshi ko'rib qolsang qachamsina? Qachiman. Bir qiz seni yaxshi ko'rib qolsa-chu, qachiman. Sarang, dedi Kamiljon qaqaqlab kulib. Esit, san kelgan omadga esit. Bu omadning 10dan birsiga o'zimning, hatto dadamning butun do'ltin tegishayotgan bo'lardim. Eli kulibli qo'ydi. Kunlar, oylar o'tdi. Eli qizdan o'zini qochirib ko'rinmasga tirishdi. Qiz uchirgan chaqlarda u ko'zini boshqara olmay qolgan chaqlarmi bo'ldi. Lekin muhabbat azobiga yo'liqqan yoshlarning badanida bir juftli ko'z bo'lmaydi ekan. Ularning yon taraflari, hatto keynida sazgur ko'zlar bo'ladigan. Bu ko'zlar Eliga xabar qildi. O'rinsiz qechishlar uchun qiz azoblanmoqda, qizning ko'ngli qildak nozik. Eli, oshirvatmagin. Qadr-qimmatni xorlama. Bog'van. Shahardan 20 kilometr yiroqlikdagi bu Gongshening boshqa taraflari shaharga o'xshamagani bilan Gongshe o'tira maktabining hammala ishi shaharninkiga o'xshash. 5-6 soatlik dars jadvalidan tortib, o'quvchilarning maktab formasi kiyishi, tajribaxonada fizika, ximiya tajribalari o'tkazishdan tortib, o'quvchilarning hisoblash mashinasini qo'llanishi, qiz o'qituvchilarning qishda chaqmoq so'knidan qisqa palto kiyishlardan tortib, ba'zi yigitlarning maktabga motosiklet minib kelishi, hatto maktablar aro
tantarbiya, har xil ilm-fan musobaqalarining o'tkazilishi, ilmiy leksiyalarning bo'lib turishi, yana allaqanday ishlarning hammasiga shaharninkiga o'xshash. Yana nimishqa xonqiz shaharga o'tkilib ketdikina? Shaharning nimasini orzu qildikina? Dedi Mahbuba do'stining yengili bu shahardan o'tkilib ketganini anglab mayuslanib. Nimishqa demsiz a? Deb ko'zaynigining ustidan qaradi. O'ruq, pokiz kiyingan ilmiy mudir qizning chiroyli yuziga tikilib. Siz texi bugun keldingiz. Sizga texi bu yerning shahardan qanchalik darajada qaloq ekanligi sezilmadi. Ammo bir oydan keyin, yo'q, sizda qizlar uchun 10 kundan keyin bu yer shunchalik cho'l, zerikishlik tuyuladiki, qo'l yog'lig'ingiz qurmaydigan kunlarmi bo'ladi texi. 50 yoshlardan oshgan, uning ustiga ilmiy mudir bilan bo'lgan odamning texi bugunla xizmat o'rniga qadam qo'ygan yosh qizni kamsitishi Mahbubaga xo'rliq bo'lib tuyuldi. Uning darhol achchig'i keldi. U o'ngdi, uning ovozi titrdi. Siz meni nereden biletdiniz? Dedi qiz o'zini bosolmay. Nimamga qarab bundoq oldin hukm qilsiz? Nereden biletdiniz? Dedi ilmiy mudir ko'zaynigini burnining uchiga tortib qo'yib. 3 yosh chig'ingizdan tortib bilaman. Imin apandining qizisiz. Texnikumni bitirib, omatingiz kelib, bilim oshirib keldingiz. Kelibla yezida ishlashni talab qildingiz. Dadingiz shaharlik ma'rif idorasining ativorligi, alayda o'qituvchi. Eği 30 yuanni ortiq oladi. Şunu uning teximi cho'ngroq, shon-sharafga erish tamasi bor. Ani shuning uchun u sizni bizning mushu yezimizga to'g'rildi. Bu yerning mudiri Imin apandining do'sti. Shuning uchun tez o'ssiz Imin apandining qizi az kundala viloyatning ondan avtonom rayonning olqiniga chiqadi. Qizning taqati qolmadi. U o'rnidan chachirab turib ketdi. Dadam bilan siz deytingiz bar o'xshaydi. Bunun uchun qizidan o'ch olmoqchimisiz? Kaymang, dedi ilmiy mudir beshini langshitib kulib. Ta bo'lmang qizim. 40 bolaning oldiga kirmay turib, sabra bo'lib qolsangiz, atogin sizni sinfdan 2 odam qo'ltiqlab elib chiqishga to'g'ri keladi. Dadingiz bilan ziddiyatim yo'q. Bu bir yaxshilik. Biz koni ulpat, bu bir izohat. Xo'sh, siz kelishdan burun menga dadingiz telefonmi bergan? Bu bir qo'shimcha. Xo'sh, gapning o'ziga kelsak, yottig'ingiz, xizmatingiz o'zim oldin o'rinlashtirib qo'ydim. Haftasiga 12 soat fizika dars bersiz, ittifoq xizmatini qo'shimcha ishlaysiz. Nimishqa deganda, bizning maktabning ittifoq shujisi namunichi bag'van bo'lib baholangandan keyin maktabda to'xtamaydigan bo'lib oldi. Nahiya yurib tajriba tunishtirayotgan, yuqori o'rinlarga yig'inga ketayotgan yangi uzun safar zarbidori, ilg'or tarbiyachi. Voy, uning ismi bir bo'lg'ini bilan subti ko'p. Gapning qisqasi ana shuningga yordamchi bo'lasiz. Ishingiz jiq, shuning uchun yog'lig'ingiz qurmaydi deyman-da, qizim. Ilmiy mudir qizni yotig'iga boshlab mangdi. Qiz shu chaqdala bu odamning bir puti naka ekanligini bildi. Ilmiy mudir paqirab ketgan hassiga tayinib, ittik va mazmut qadam bilan mang'atdi. Qiz qalbidan bayqi o'shmanlik tizli ko'tarildi. Va birdilla buni giptong, lekin tuz odam uningga mehribon va g'amxo'r bo'lib tuyulishga boshladi. Ular ittifoq komiteti oldiga keldi. U yerdagi aynak jozida rasmlar ko'p edi. Ilmiy mudir rasmlar ichidan bir yigitni bigiz qo'li bilan ko'rsatdi. Mana, yeliqi bag'van, sizning boshlig'ingiz, dedi u kulib. Qiz rasmga qaradi. Yigit kulib turadi. Qiz uni darhol tunidi. Eli, bag'van, dedi qiz hayajon bilan. Endi naga qacharsiz? Yolg'iz yotoq, mustaqil hayot. Mana bu qiz hayotidagi yangilik. 22 yoshigacha onasining tamg'i, otasining iqtisodiy, o'qituvchilarning tarbiyasi bilan yashab kelgan g'oyali qiz endi hammani o'z aqli kuchi bilan qilishi lozim. Hayot uchun zarur bo'lgan narsalarni talto'kis qilish uchun bugundan boshlab zo'r g'ayrat bilan tirishishi lozim. Mana endi o'zining qanchalik yaramliq ekanligini sinab ko'rishi, istiqbol eshiklarini o'z qo'li bilan echishi lozim. Qiz yolg'iz yotoqda aynak oldida o'ri turib, chosh o'ri o'tib o'yladi.
hayatımda özgürüş bo'ldi. O'rnim o'zgardi, shuning layiqida mijozimmi, o'zimni tutishimmi o'zgarishi lozim. Durust, yasinishni yaxshi ko'raman. Bu menga opamdan singan mijoz. Ortiqcha mag'rurman. Bu mu dadamning boshqalarga cho'qinma, yelinma, o'zingni mag'rur timan tut. Shu chaqdala har qanday odam bilan baslashalaysan. Mana bu ilgirlash deb qayta qulog'imga quyganligining natijasi. Ata-anamga rahmat. Ular meni boladan odamga, bir nadondan o'ziga baho beralaydigan g'oyalik yoshga aylantirish uchun qo'lidan kelganini ayimidi. Dariza ayniga jaranglab sundi. Mahbuba cho'chib darizaga qaradi. Dariza sirtida quyuq suvadonlarning ostida o'g'il bolalar o'milishib, bir-birini nuqishib, to'pni qo'ltiqlab ketishga tamshalmoqda edi. Demak, futbolchilar dariza chaqqan ekan. Qiz darizaga kelib bolalarga qarab kuldi. Pah, dedi 15-16 yoshlik bir bola maydondagilarga vaqirab. Eli muallimning xotini ekan. Hay! Qiz xuddi birsi ko'krigiga mush bilan urgandek keyniga dachdi. Angacha darizaga har xil chiroy, har xil kiyingan o'g'il bolalar yamishqa boshladi. Ular xuddi hayvonot bog'chasidagi maymun qapisiga o'lashgandek bir-birini ittirishib, hayron qilishib, barliq gap tanlig'ini ishqa silib baqirashmoqda. Eli muallim talaylikkan, "Pah, nimancha chiroyliq, nimancha yasangan, yangi to'yi bo'lgan ekan." Qiz na tillashni, na qechib ketishni bilmay xo'roz tajisida qizargan yuzlarini alqonlari bilan yepib, ishxona ichida u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Shu chaqda eshik ochildi va uning oldida Eli paydo bo'ldi. Eli oddiy kiyingan, uning chiroyida huduqish, hayajon, og'zi aralni gapga keldi. "Yaxshimisiz Mahbuba? Kelganingizni hozir angladim." "Yaxshimisiz Eli? Qarang bolalaringlar." Eli bolalarga qarab kuldi. Bolalar qechishga tamshiladi. Eli dariza yoniga kelib bolalarga siliq ovoz bilan: "Naga qaçsizlar, ho'y bo'janlar. Bu qiz sizlarning o'qituvchinglar, ittifoq shujisi Mahbuba", dedi. Lekin bolalar qayrilibmi qo'ymay qechishdi. Qiz Eliga qarab kuldi. "Xuddi sizga o'xshash qochqoqkan. Mana men sizga muavin bo'lib qoldim. Endi naga qacharsizkin, Eli?" Eli qizardi. U qizning bu gapidan ta'na emas, bir xil yiqilliqni sezdi. Eli tushundi. Qizmu Elini unutmagan ekan.